Informatika va axborot texnologiyalari fan ustozlarimiz uchun Zarif Nozimbekovning maxsus kuzgi attestatsiya uchun maxsus boti ishga tushirildi. Ya'ni 2025-yil kuzgi mavsumda bo'ladigan attestatsiyaga tayyorgarlik ko'rish uchun maxsus Telegram boti ishga tushirildi. Mana shu botdagi kontentlar haqida qisqacha ko'rib o'tamiz. Birinchi botga ulanishimiz uchun ustozlar uchun yordam ushbu ekranda ko'rinib turgan manzilga murojaat qiladigan bo'lsak, maxsus login parol orqali biz botga ulanib olamiz va quyidagi bosh menyuga qaytish degan tugma mavjud. Mana shuni tanlab olamiz va bizga quyidagi tugmalar hosil bo'ladi. Biz mana 2024 bahorga, 2024 kuzga degan tugmalar oldindan mavjud edi. Va biz mana bu yerda 2025 bahor degan yangi tugmani joylashtirdik. Va mana shu 2025 bahor degan tugmaga kiradigan bo'lsak, bu yerda o'sha YG bazasidagi savollar, JavaScriptga doir savollar, qo'shimcha video darslar mavjud va pastdagi mana bu tugmalarda 12 may kuni bo'lib o'tgan o'sha attestatsiyadagiga doir savollar, testlari va video yechimlari keltirilgan. Bu yerda mavzulashtirilgan ko'rinishda joylashtirib borilmoqda. Birinchi tugmada hajm, kodlash, sanoq sistemalariga doir savollar joylashtirilgan. Ikkinchi tugmamizda Scratch, Photoshop, Pencil 2 ga doir dasturlar haqidagi testlar, video yechimlari bilan keltirilgan. Uchinchi tugmamizda Paint.net, Windows Movie Maker dasturi haqida savollar keltirilgan. Bu hali yana keyingi mavzular to'ldirib boriladi. Hozircha bizga mana shu mavzular kiritildi. Masalan, ikkinchi tugmamiz mana Scratch tanlaydigan bo'lsak, bizga mana savol berilyapti, savol sharti mavjud va biz bu yerdan xohlagan bittasini tanlaymiz. Masalan, xato ekan va bizga mana shu video darsi keltirilyapti. Ya'ni mana shu video dars tanlaydigan bo'lsak, mana shu 5 daqiqada 4-5 daqiqada tushuntirib berilgan. Va xuddi shunday keyingi savol ham bizga qo'yilyapti va hokazo mana shunday bajarib olishimiz mumkin. Bundan tashqari bu yerda demak mana birinchisi masalan hajm kodlashga doir savollar yoki Paintga doir savollar joylashtirilgan. Endi bundan tashqari mana bu 2024 kuzgi degan tugmani tanlaydigan bo'lsak, bu yerda ham demak oldingi kuzgi attestatsiyada bo'lib o'tgan 24-yilgi kuzgi attestatsiya bo'lib o'tgan savollar mavzulashtirilgan ko'rinishda joylashtirilgan. Bu yerda ham o'sha bir nechta video darslar va YG bazasidagi savollar yechimlar bilan keltirilgan. Masalan, birinchi savolni tanlaydigan bo'lsak, mana bizga algoritm berilyapti. Buni javobini belgilaymiz, noto'g'ri ekan va bizga mana shuning yechimi video darsi keltirib berilyapti. Va biz mana shu 2025 bahorgi tugmaga yangi kontentlar qo'shishda davom etamiz. Va ustozlarimizga tavsiya, demak biz oldingi mana bu 2024 kuzgi va 2024 bahorgi tugmalardagi testlar, video darslarni ham o'zlashtirib olishlarini tavsiya qilamiz va bundan tashqari mana bu yerda yangi qo'shilib boriladi savollar va testlar. Buni ham bot orqali xabari bot foydalanuvchilariga yuboriladi.